Men milliy qadriyatlar deganda faqatgina milliy liboslarni tushunish tarafdori emasman. Milliy qadriyat deganda men avvalo avloddan avlodga o'tib kelayotgan boy an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar, o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga beriladigan ta'rif, mehmondo'stlik, bolajonlilik, vatanparvarlik, bag'rikenglik, eng asosiysi andisha degan bir tushunchalar borki, bularning hammasini agar ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, o'zbek millati ko'z oldimizga shakllanadi. Ham dunyoviy, ham diniy ilm-fan sohalariga poydevor bo'lgan va bizni buyuk allomalarimiz o'zlarining iqtidori va deylik dunyoqarashi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan durdona asarlarni yozgan buyuk allomalar vorisi ekanligimdan faxrlanaman. Chunki men o'zbekman. Milliy qadriyat deganda ko'z oldimda eng avvalo ona tilim gavdalanadi. Chunki ona tilini bilmagan, ona tilini hurmat qilmagan insondan vatanparvarlikni kutish xato deb bilaman. Shoir tili bilan aytganda ona tilini shunday ta'riflaydi. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdimmi bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri tilim. Ona tilim, kechir meni ona tilim. Men o'z vatanimni, o'z ona tilimni sevaman. Chunki men o'zbekman.